Mana bugun 2026-yil 18-mart sanasiga mikro markazimizni ochilish marosimini rasmiy tarzda o'tkazib oldik. Xudo xolasa 1 yil oldin biz bu joyni qurilish ishlarini boshlagan edik. Mana 1 yil o'tibdiki, mana shu ko'rib turgan 2 qavatli binoyimiz hammasi to'liq ishga tushdi. Bu yerda qisqa vaqt ichida biz 100 ga yaqin ishchi o'rnini ish bilan ta'minlay oldik. Asosan bu yerda ko'rib turganlaringdek qurilish mahsulotlari ishlab chiqarish, tekstil mahsulotlari ishlab chiqarishni ko'rsatib o'tdik. Qandolatchilik mahsulotlari, sartarosh bilan shug'ullanadigan akalarni ish bilan ta'minladik. Juda katta kompleks ishga tushdi. Qanday odam gavjum joyga, shaharning bir chekkasi bo'lsa ham qisqa vaqt ichida odam gavjum joyga aylantira oldik. Hokimiyatimizga rahmat. Bizni mana shu darajaga yetib kelishimizga juda ko'plab qo'llab-quvvatlashlar bo'ldi. Hozirda 40 ga yaqin xonamiz bo'ladigan bo'lsa, bir 30 ga yaqini to'liq ish faoliyatini boshladi. Yana bir 10 taga yaqin joyimizni shaharda o'zini yangi ish faoliyatini boshlamoqchi bo'lgan yoshlarimizni ishga taklif qilamiz.